Mavzuyimiz ta'lim usullarining mohiyati va mazmuni. Zamonaviy ta'lim tizimida muhim ahamiyatga ega. Ushbu mavzuyimiz ta'lim usullarining zamonaviy yondashuvlari va ularning ta'lim jarayoniga ta'siri haqida so'z yuritamiz. Demak, ta'lim usullari bu o'quvchilarga ma'lumot berish va ko'nikmalar rivojlantirish uchun qo'llaniladigan strategiyalar. Ular o'qituvchilar tomonidan tanlanadi va maqsadga muvofiq ravishda moslashtiriladi. Zamonaviy yondashuvlar. Zamonaviy yondashuvlar nima? Zamonaviy yondashuvlar ta'limda interaktiv va talabga muvofiq yondashuvlar keng tarqalgan. Bu yondashuvlar o'quvchilarning faolligini oshirish va o'rganish jarayonini qiziqarli qilishga qaratilgan bo'lib, o'quvchilarni jalb qilish, o'quvchilarni o'sha dars jarayoniga jalb qilish nima va ularni qanday jalb qila olsa bo'ladi. Bu haqida o'quvchilarni ta'lim jarayonida jalb qilishning zamonaviy yondashuvlari asosiy tamoyillardan biridir. Muammoli vazifalar va taqdimot asosida o'rganish usullari. Bu jarayonni samarali amalga oshiriladi. Texnologiyalar, demak, bu o'quvchilarning jalb qilishda texnologiyalarning o'ziga xos roli qanday bo'ladi? Zamonaviy ta'limda texnologiyalar muhim rol o'ynaydi. Onlayn resurslar va digital vositalar o'quvchilarni motivatsiya qilish va o'rganish jarayonini yanada samarali qilish imkoniyatini beradi. Differensial ta'lim bu o'quvchilarning individual ehtiyojlarini inobatga olgan holda yondashadi. Bu usul orqali har bir o'quvchining potensiali va qobiliyatlariga mos ravishda berish mumkin hisoblanadi. Ko'nikmalarni rivojlantirish, olgan bilim va ko'nikmalarni rivojlantirish. Bu zamonaviy ta'limda ko'nikmalarni rivojlantirish ham muhim rol o'ynaydi. Muhim ahamiyatga rolni o'quvchilarni tanqidiy fikrlash, ijodkorlik va hamkorlik ko'nikmalarini o'rgatishga zarur. Baholash usullari shu o'quvchilarni baholash usullari. Zamonaviy ta'limda baholash usullari ham o'zgargan. Formativ va summativ baholash usullari o'quvchilarning o'rganish jarayonini tahlil qilish va takomillashtirishga yordam beradi. Muammoli o'rganish. O'quvchilarni muammoli o'rganish vazifasi nima? Muammoli o'rganish bu o'quvchilarga haqiqiy muammolarni hal qilish orqali bilim olish imkonini beradigan yondashuv. Bu usul o'quvchilarni mustaqil fikrlashga, mustaqil fikrlarni bayon etishga undaydigan usul hisoblanadi.